Ben demisem o bu yerga nima ishdan kelganinglarni sizlar bilasizlar-ku deymi? Bilimiz. Xislat olim. Siz cho'ng qizg'u. Shundaq. Siz qanday o'ylaysiz? Bu arz mening toza muvofiq emas. Nima uchun? Dadam bizni nemish qarz qiladi? Men buni toza tushunamadim. Dex bizni beqish jarayoniga xarajatlarni hisoblabdi. Bu minnat qilganlik umomdi. U bizni rasli farzandim deb qarmamdiganda advokat efendim. Nadimi bir dada bolalarni beqish jarayoniga xarajatlarini to'ltib oldi ayshva. Bu faqatlik alamda o'tmadi. Bu sizdan necha pul so'rabdi? 240 ming. 240 ming. Siz xizmatga chiqqan necha yil bo'ldi? 8 yil. 8 yil. Siz 8 yil jarayonida dadangizga qancha pul berdingiz? Tunca aylık maaşınızı bergenden başka her qetimlik bayramlarda 100 beripsiz. Lekin bu yaqinqi 4 yilda faqatli berib boqmabsiz. Andan het bayramlarda ancha-muncha kiyim-kechak, halay, paypoq qatorliq narsalarni so'qib tikasiz. Ha? Miyada tıkıp 3 gittim. Tamaklı mı teklif qilibsiz ha? Bular hesaplaganda taxminan 5000 yuan. 8000 yuan mı deydi? Yiliga 1000 yuan. 8 yilda 1000 yuan qajlabsiz. Dadınız sizni beqib cho'ng qilish uchun 240 ming yuandan jiq pul qajlabdi. Agar dadınız öz farzandim dese, o'shunda qilami? Xislat. Cesur Ali. Ben şu. Siz qanday qaraysiz? Menimcha o'z farzandlaridan norozi bo'lib sudga ariz sunish bu to'g'ri emas. To'g'ri emas. Nima uchun? Chunki bu ishni doktorxonadagi hammaylar bildi. Mushu ish sababidan doktorxonadagi obrazimga, obro'yimga og'ir daxl yetdi. Ya'ni kelib ko'nglim ozar edi. Ko'nglim ozar edi da. Obrazimga daxl yetdi da. Tushunami? Obrazingiz daxl yetdimi? Cesur olim. İlgir siz dadınız bilan ota-bolalik munosabatni kechmoqchi bo'lgan shundaqmi? Shundaqmi? Balkim shu chaqda dadingizning qanchalik ko'ngli yerim bo'lganda. Qaysar. Qaysar olim. Nima degan ko'p terg'an jidal bu? Ha? Qaysar olim. O'tgan 6 yilda jarima to'da tuzib chiqibsiz. Jami 45 ming yuan. Nima? 45 ming yuan. Xo'sh. Siz qanday qaraysiz? Men sizlar dadamning ko'nglini to'g'ri tushunaman. Biz dadamga azob berishga biz arz qilgan o'xshaydi lekin bu pul nereden to'layman men? Siz dadamning arz qilish yo'li yo'q.
Ben bu pulni to'layolmayman demoqchi shundaqmi? Ha. Boshqa gap bormi? Alibka, sizning boshqa gap so'zingiz bormi? Yo'q. Alib. Boshqa gap so'zim bo'lsa, qaytsanglar bo'ldi. Endi bir gapni qistirib qo'yay. Agar bu da'voga norozilik bo'lsanglar, norozilik ariz sunsanglar bo'ldi. Sizlarning advokat taklif qilish huquqim bor. Dada, sen anlamsan? Dada. Balkim dadanglarning yana birdan o'ltirg'isi bor o'xshaydi. Buni sizlar qaytaveringlar. Voy! Acha! Sen dadamni tushunimiz desang biz nimaga aylanib qolamiz? Qalloq ishlarga ishlamamsan ha? Can, men bunday demoqchi emasdim asli shu. Bo'ldi qilay. Endi qanday qilamiz? Ya bo'lmasa biz advokat taklif qildik ya. Advokat taklif qilish tez emas uka. Lekin mayli bu sud uftayli, uxtirayli. U degan bizning dadimiz. Bundaki qanday qaraymiz? Hamyos advokatni ishni qo'yib turib, bu ishni yangicha deb bir qilaylik. Bu amalimiz heli bo'lib qolamdi nima? Bolalarim xuddi put ko'ygan to'xtatib bo'lib qoldi. Alibka, mayli nima ish yuz berishidan qat'iy nazar mushaltig'ini saqlab ching turing. Hatto ular boshqa bir odamni ko'rgandek hissiyat qilgan. Ishqilib, bolalarning ko'nglini uyga qaytarib kelish uchun qattiq tirishchilik ko'rsatma. Lekin shular ichim og'rib qelyapti qarang. Qarg'on sir ichim siyrilib, o'zim qattiq tuyg'unim bilan ko'nglim bak parakan deb ketyapti. Alibka, sizning ko'nglingizni tushunaman. Lekin sizning orzuyingiz bir oylik ishlarning jam bo'lishi emasmidi? Orzu yetish uchun cho'qim badal to'lash kerak. Bu o'yinni boshlab qo'ydik. Endi oxirini chiqarib o'taylik. Bardoshlik bering Alibka. To'g'ri deysiz ukam. Sizning bu qamlashmaydigan ishga tortib akirib qo'yganimni qarang. Kechiring. Undaq deyman Alibka. Biz ko'nib ketdik. Nima deb tuzit qilsiz deyman. Hey apa. Tağam divanda kesilib qoldim nima? Ağzını üşütmegine şipke yazlık. Ve nim bo'ldi? Voy ashundaq divanda kesilib qolsa, shunda o'zgarib qolamiş. Kichikgina ishlag'imchu ochiqlaydigan bo'lib qoldik ekan. Oo işte. Ağzını üşütmek, ağzını yumup almağını yigine kaskas. Ay almamni. Ağzımni yumsam qanday yeyman? Alma deganni ağzını ichib turib yeydigan narsa. Ha, qilib. Vay mana. Yigine. Boldu ağzını yum. Bir tatlı yapam alma. Kapısvegenimi açık olaptı ki. İşte tatlı oldu. Opa, Rezat, ola geldi. Uy, geldim ha. Ay qandaq bo'ldi? Kim yangdi? Hech qanday qolmadi. Bizim advokat taklif qilinglar deydi. Ajan, her haftada bir kun ruxsat so'rab ajabmi xijil bo'ldim. Dadamning advokati dadamni gap qilg'izmay bizdan gap so'rab ketdi. Bizim advokat akasak pulga o'xshaydi. Ay, tağam rostmi sizlarga pul to'lgizama? Ha undaqda akam özçü öz nerede kaldı? Dadam Advokatdan chiqqansiz qoldi.
Ay, Mömin, siz chiqib do'kon qarab beqing, tag'am kepti bu, kelmabdimi? Ha, ma'qul. Uy, akam keldi-chu. Men yigidek bir qilib turay. Mana qizim. Rahmat. Xo'sh. Qanday bo'ldi? Qarag'an seni ishbirlik evatga o'xshamamda. Hay, qayt ağa. Biz degan betaraf-ku. Ha, shundami? Sizga choy tayyorlab kirgan. Ha, rahmat. Ya. Mo'min, sen bugun ishlamadingmi? Ya ishlayman. Men chiqib ishimni qilaverayim sen. Ha, ma'qul. Qilib. Qani, kelam. Nima? Ay, Ayşem, tağamның do'konda o'tiramda? Ha, to'xi choy damlab kelibdi. Unda emas-da. Bu tağamның nima qilgindi? Men o'zim chiqib boqay, Bo'ldi. Achchiqlanma. O'tir. Hozir achchiqlansanglar sizlarga foydasiz. Ras, unutib qolmanglar. Sizlar hozir arz shikoyat ustida. Bunda qilsanglar, tog'am sizlarni texim jiqdi o'laysizlar deb turamiz yana. Ishlarni texim murakkablashtiratma. Savrchan bo'l Qaysar. Ishtig'lik qilma afkam. Ishtiga qilmajimi? Yaxshimisiz qizlar? Yaxshimisiz. Menga deydigan nima gapingiz bor-di? Rahmat. Menga nima demoqchidingiz? Siz dadamni nima qildingiz? Nima qilibman? Siz qanday qilib mushunday qilishga kuch kiritdingiz? Shunchalik yuvash, oq ko'ngil bir dada hozir bag'ritash bir dadaga aylandi. Tex bizni arzi qilmoqchi bo'lyotdi. Anlasam sizlar dadanglar tex hayot turib miras bo'lishibsizlar. Yana uning do'koni bilan uyini birlashtirib, salon ochmoqchi bo'libsizlar. Biz dadamni yashinib qoldi. Oxirgi umrda o'sim rahat farog'atda o'ssin deb kuyinib shunda qildik. Bu kuyinganlik emas, dadanglarni ko'zga ilmaganlik. To'g'ri, sizlar dadanglar bilan birga yashaysizlar. Biroq bir qitim dadanglarga kuyinib baqdinglarmi? Dadanglarning nimani yaxshi ko'rdig'ini, nimani yoqtirmaydig'ini so'rab baqdinglarmi? Agar dadanglar shu turqumda ozg'ini mol-mulkini sizlarga miros qilib bo'lib beribsa, sizlar keyin uningga yaxshi qarasizlarmi, ha? Ras. Turmushning halakchiligida hammamiz aldirashib ketdik. Men, Jasur, Qaysar hech qaysimiz dadamga yet o'tkazmadik. Bayramlarda birga bo'lolmadik. Lekin bu dadamga e'tiborsiz qaraganlikdan shunday qilganlik emas. Chunki turmush bizni oldiga selib oldi. Bizim boshqa bolalarga o'xshash lag'aylab vaqtni sarf qilib yurmadik. O'zimizning kuchiga tayinib, dadamizni qaqshatmayli, dadamizga eg'rimizni sanmayli deb tirishib keldik. Bizmi odam, bizmi charchaymiz. Qarang. Dadam bizning mangulik holimizdan xabar oladigan birdan-bir yo'lanchigimiz. Biz nimani xato qilayli, dadamiz bizni mangu kechiradigan birdan-bir inson. Lekin hozir mushundaq bir oq ko'ngil dadani siz tash yurak dadaga aylantirib qo'ydingiz. Turmushning, xizmatning besimi yetib oshmagandek bizni arzi qilib bizga texmi besim qildingiz. Bizni nimadan mushundaq kunga qo'ysiz? Nimishqa bizni mushundaq parakanda qilasiz? Gapingiz tugidimi? Jafo tortayotgan yolg'iz sizmi? Ün-tünsiz tirishayotgan ota-onasi uchun parvona bo'layotganlar ko'rmang. To'g'ri deysiz. Mening sizlarning oilanglarga aralashib huquqim yo'q. Biroq men
Dadangızning ahvolini tushungachga, uningga ishchim og'rib shunday qiladi. Sizlar endi aqlinglarni tepinglar. Dadanglarni yaxshiroq beqib olinglar. Uningga yaxshiroq qarab olinglar. Bo'lmasa kechikisizlar. Mayli bizning o'yin qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, siz nimadan bo'ldi bas. Endi aqlinglarni tepinglar. Endi hushinglarga kamsanglar, ikki dunyolikda pushaymonda qolsizlar. Meni aralashma deb og'zinglarni upratmanglar. Sizlar aqlinglarni topmoqcha olimkamning ishiga aralashgan. Xo'sh, siz men ketdim. Agar u ayol dadam yiqilishgan bo'lsa, oy, acha, qanday qildi? Uni bilan paralashdingmi? Nima deydi? Men dadamni oxir tushundim. Bizning jangimiz rasmiy boshlandi. Voy, Hey, qizlar. Acha, Biz tunuydigan dadimiz allaqachon yo'q bo'libdi. Yiliq Oyshan degan xotin taraf o'tib ketibdi. lekin advokatning deyishicha bu ishni qilishning eng yaxshi usuli dadam o'zi arizini qaytarib olishgan. Bu ishni urushib emas, siliq holda hal qilish kerak. Shu. Tag'amni bir aldab qo'ysangiz, bekor qilasiz ajab emas. ha? Undaq bo'lsa, men parangiz baqayman. Dadam mening gapimni anglishi mumkin. Hey, bo'lmasa men opamla o'tirib tushib bu ishni hal qilaylik. Bo'ldi, sizlar aralashmanglar. Am dadam nasihat qilmaydi. Vaqt soat kelgan bir gap bilan. Voy, dada bundoq deganing bilan arizniki bo'li bas yaxshi bo'lmaydi-da. Bir qaynotam bilan meni o'rnimda turib o'ylab baqa. Benim doktorxonada g'ulg'ul bo'lib ketibdi bu gap. Yasir to'g'ri deydi. Biz uzun so'rib ketsa yaxshi bo'lmasin. Meningcha shu arznamni tag'am o'zi bekor qilmoqchi bekor. Undaq bo'lsa, acha, qanaqa qilamiz? Men nima bilay? Agar qaynotamning pulga ehtiyoji bo'lsa, uning pul berib Jasurni bu ishdan qutuldirib olsak bo'lmaydi. Balam, bu ya az pul bo'lmasa. Opa, sizda pul bormi? Bilsangiz pulni. Jasur aslida bir aldirash odam, hozir qaynotamni texim aldirash qilyapti. Shunda bechora qoldi u. Nima shuncha yaxshi ko'rib ketgansiz? Buning ham sabab ketaman. Men sizni malikalarda beqib cho'ng qilsam, uni bechoralar yaxshi ko'rib ketgansiz deyman. Amiz qanday qilma, Jasur mushna dadasidan nafratlanib yuraversinmi? Unda degan bilan balam, menda nima buncha pul bo'lsin? Appa, bir yordam qiling. Pul bilan mushni bir tugitaydi-chi bo'lamdi. Appa. Bo'pti. Qiynatingizning og'zini-chi, pul bilan etib ketadigan ish bo'lsa, yerimini bo'lsin, amal qilib boqay. Nima bo'lam bu? Dada, bu siz Jasurdan talab qilgan pul. Jasur shunday buyurdimi? Yo'q, Jasur uqmaydi buni opam. Ha, yo'q, buni men o'zim bakalda keldim, dada. Dada, am Jasurdan nafratlanmasangiz bo'lamdi. U aslida doktorxona ishlarida pek aldirash, hozir bu ish qo'shilib u bekli charchab ketdi. Mening faqat Leonni qarab turg'im kelmadi. Pulni olib keting. Dada. Hey balam. Jasurning pul akagisi o'z qo'li bilan akasin. O'zi akamiz olmaymi? Dada, nima ish qildi? Hey Berna, sizin bu neyim qilganingiz? Ha? Qarab turib, bu pulni akilib, uning yarısını tatlavatısız-ku. Dadam şu pul deyendi-ku. Hayır, dadam nima şu pul akilib, siz nima deb javob bersam bo'ladi ama.
Acep yürgüm sıkıldı benim. Andincho, dadamga pulni olib berib berdingizmi? Ha abadim, lekin dadam olmadi. Agar qaytarmoqchi bo'lsanglar, Jasur o'z qo'li bilan olib bersin deydi. Dadam nima ish bunday qilgandi? Hammamiz bir oyning odamlar tursak, men olib bergan nima bo'ldi deyman. Kim sizga bu pulni olib berib bering dedi Berna? Dadam o'zicha pul talab qildi-ku. Shundoq bo'lsa-mi, mening maydonimda turib, ozroq o'ylab qo'ysangiz bo'lmamda? Nimani? Ayolimning uyidagi pulni olib olsam, sizlar yaxshi bo'ladimi? Meni bunday qilsam siz uchun bu. Siz uchun bu? Agar rostli men uchun bo'lgan bo'lsa, avval miyakab men bilan maslahatlashib, ondan bo'lgan bo'lardingiz. Bildingizmi? Lekin opam o'tinib qolay Berna, opam deyman menga. Opangizimiz hech ish qilolmamsiz siz. O'zingizning mustaqil qarashingiz, o'zingizning maydoningiz yo'qmi? Opangizimiz o'ylamsiz? Jasur? Mushinchalar deyish ketamda? Men shu sizni charchab ketmisin deb ansirab, shom bu pulni dadamga olib bergandim. Bo'ldi. Hozir bu pulni qo'yib ketim. Bundan keyin opangizga pul degish bo'lmang. Bildingizmi? Yaxshilik qilmadim. Ish topdimmi o'zimga? Shunday qilib bir og'iz gapmi qilmay yenib keldingiz. Men nimam deyalaydim? Berna, bir ishni bir qamlashtirib qilib boqsangiz bo'lmamdi, ha? Opa, bu nima deganingiz? Bu ya az pul bo'lmasa, buning hammasi kim uchun? Shu Jasur uchun-ku. O'tiq sizga ochiqlanmoqda. Yo'q, opa, u ochiqlanmadi. Bo'ldi. Qarab, yana uning chaqmay yeb batsiz, ha? Bunda oq ko'ngil qilsangiz, atiga shildingiz mindi. Xopimi, opa? Bo'ldi. Bu ishni o'zim amal qilay. Opa, bo'ldi qilaman. Jasur, Ha, opa. siz nima qilasiz? Bernani ayblaysiz. Ya, opa, undaq emas. Aslında Bernar'ı gördünüz mü? Neymiş onun da açığınızın çıkırsız, o nemin hata kıldı? Mening undaq maqsadim yo'q, opa, o'zi. Jasur, caylı qilmay. Ati dadamızga pulni olib bering. Bu ish doktorxona tarlib ketsa, sizga ham emas, butun oilamizning yuzchilig'iga ish tursa. Pulni vaqt olib berib, bu ishni tugating. Arz qilingan ekan. Endi badikalda qilib yurmasangiz bular. Siz ular bilan munosabatingni o'z demoqchimi? Nima demagan bilan? U mening dadam. Men bu pulni ololmayman, opa. O'zimning sho'g'an ekan, o'zim qilay. Jasur? Chiqmaylik. Qanday qilaman endi? Gap tushunmaydi. Opa, uni nima bunday ayiblaysiz? Qizim, buning osal mijozini-chi hozirdan boshlab tuzatmasangiz, keyin boshqaramay qolasiz. Bildingizmi? Bilmadim. Hammasi sağ oldu bularni. Ha, keldimlarmi bala? Adamcığım. Ha, o'yjursta advokat bilan birga. Nima? Aldınqı meydanda siz şahını yotkib etmegen bo'lsangiz, yig'ilmaydingiz. Qarang, ha. Hamda
sevgenni bergeymi Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşta İşin urgan bilen Sana şunda köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmak ha. Yaqay aka. Hazır çekip oturmuşma. Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voycan bu ne dada? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıtla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda kışımı sıksa. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsınız. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka Nime demeydi her Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan basa. Akamın sonra. Kanda olsa ben size balan bu. Burada. Ya. Oğlu mu yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyle çıktım ben. Dada. Kulkan bilen öldürüz biz güvense. Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yana şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz Bana arman yürük dünya Bana arman yürük dünya Bana arman yürük dünya Ömür damam yetkeyim Suyup zilim yaşaşma Suyup zilim yaşaşma Ömür damam yetkeyim Suyup zilim yaşaşma İnaklık gevheri kaldı Şit kızgamı asraşma İnaklık gevheri kaldı Şit kızgarma asraşma Yarındaş var mı asraşma Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilimdin Kapalmasın cay Çilger gülnün Tikini birge Güzel bu yüzü de Dağ bulsun o ay Çilger gülnün Tikini birge Güzel dur yüzüne Dağ bulsun o ay Kısmetler hemmige Okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat ve mamut Her türlü memnunluk bulsun barışıge Hiç kimge itibar kıl
hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol